bo'ldi? Nega nastroyeniyingiz yo'q? Kelganingizdan bir qovog'ingizdan qor yog'yapti. Gulim. Onamning mazasi yo'q. Pul kerak. Nega, nima bo'ldi? Yaxshimidi? Jigarlari og'riyapti. Pul kerak. Uni ustiga xotinimning ham mazasi yo'q. Unga ham pul kerak. Qancha kerak bo'lyapti? Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi, xotinjon. Berasizmi? Men shu paytgacha berganman, bu yog'iga ham endi amallaymiz. $200 kerak. $200. Как раз olib qo'yganman, lekin undan ham ko'p olgansiz-ku, mayli. O'zimning xotinim. Bekorga seni yaxshi ko'rmaganman-da. Gulim demaganman. Boringga shukr. Xotinjon. Mayli, nastroyeniyingiz yaxshi bo'lib o'tirsangiz bo'ldi. Nastroyeniyam har doim zo'r, xotin. Uydagi muammoyingizni uyingizga tashlab kelavering. Xo'p, bo'ladi. Buvijon, assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Alaykum assalom. Ke balam, yaxshimisan? Yaxshi. Ha, nima gap? Buvijon, sizga bitta narsa aytsam, meni ushmaysizmi? Yo'q, ushmayman. Nima bo'ldi? Gapir. Mana buni qarang. Nima ekan, to'xtachi. Qani o'quvchi juda mayda ekan. Tohir aka qachon kelasiz deb yozibdi. Sen borur? Borur? Ha? Sen borur. Voy şarmanda, şarmanda, şarmanda. Ay kelin. Yaqa qarajon. Assalomu alaykum. O'zim o'rgilib ketdi. Yaqa kelingchi. Yaxshimisiz oyijon? Alaykum Assalom. assalom. Bo'ylaringizga bo'ytamor. O'tiringchi qani. Nima bo'ldi? Gapiringchi. Oyijon, shuncha yil yashadik birga. Chidab keldim. Endi agar ruxsat bersangiz uyga ketsam, ajrashaman. Charchadim. Yo'q, bu sharsizdan qayting. Orada bolalar bor. Men o'zim gaplashaman. Meni qo'yib yuboradigan kelinim yo'q. Navarlarimni yetim qilishni xohlamayman. Shuncha non tuz berdingiz, oyijon, rozi bo'ling. 7 yil yashab shu paytgacha gapirmay yurdim. Mana 3 yildan beri o'g'lingiz uyga kelmaydilar. Chidolmayman, oyi. Yo'q, yig'lamang. Men o'g'lim bilan gaplashaman. Hali hammasi iziga tushib ketadi, bolam. Hammani oilasida bo'lib turadi bunaqa kelishmovchiliklar. Tohir! Tohirjon! Oyi, aytmay, o'zi meni urib ketadilar, qo'rqaman. Yo'q, menga yo'l qo'ymayman. Ha, oyi. Yo'q aka. Yo'q aka. Ishga kech qolyapman. Yo'q aka dada. Nima gap, oyi? O'tirmam aka. Assalomu alaykum. O'tirdim men. Ha, boyib ketdingizmi shunchalik? Ha? Qanaqa boy, nimalar deyapsiz, oyi? Boyvachcha, ko'chada kichik xotinlari bor ekan buni. Qanaqa xotin? Qanaqa xotin? Ilohim yolg'on bo'lib chiqsin. Nima deyapti unda xotining? Nega uyingni otish? Nega kunda janjal? Ichidan to'qiyapti. Nega bolalar xafa, navarlarim xafa? Adam yo'q. Qachon qarasa uyida yo'qsan. Oyi, shuni gapiga ishonmang. Qayerda yurasan kechgacha, nahorgacha qayerda yurasan? Yolg'on bu, yolg'on. Ichidan to'qiyapti. Ishoning menga o'rtog'iyam kimgadir SMS yozib O'shancha uyimdan baraka qochayotgan ekan. SMS yozib turgan. Menga qarasan bola, to'g'ri yur. Oilang bor, farishtadek ayoling bor, haloling bor. Uyiga kel. Bolalaringga olib kel. Topgan tutganingni. Menga ishonsa kelaymiz. Halading kelsin, boshqacha gap bo'ladi bu yerda. Bo'lsin luboy gap, luboychasiga gaplashamoyman. Men ketdim. To'g'ri yur bola. Adasi, qayerga ketyapsiz? Qaqib ketishim bilan sal nima ishi bor? Ketmay, qayerga ketyapsiz? Bolalarni o'ylamaysiz. Xohlagan joyimga ketaman, tushundingmi? Shundoq uyga kelmayotgan bo'lsangiz, siz ko'tarib kelmayotgan bo'lsangiz, Maza qilding ichkarida? Oyim surtdi, maza qildingmi? Adam o'ylasangizchi, dadasi, vijdoningiz bormi? Hech bo'lmasa oilani, bolalarni o'ylang. Topib olgansiz-da. Nafisaxon kim u adasi? To'xta, gapni burma menga, gap burma. Kimligini ayting menga.
Sen mazza Vicdoning qildingmi? yo'q ekan, Sen niyating vijdoning bormi? Sani vijdoning bormi? Vijdoning Nima? Manda bormi? vijdon bo'lmaganda mana shu yerda turarmidim, dadasi? Ikkita bolani katta qilgan bo'larmidim. Nima qilar, nimalar qilayotganini bilib olsizmi o'zi? Kallangiz aynib qolganmi? U ilakishib qoldingizmi o'sha xotinga? Qattan topdingiz ular, dadasi. Bo'ldi qil. Ketaman. Keting. Umuman kelmang. Ketaman. Tushundingmi? Ketaman. Yo'q bo'lib keting tepdingiz bilan. O'sha o'ylashingiz bilan yo'q bo'lib keting. Qoramni ham ko'rmaysan. Nimaga do'stim? Charchamayapsan? Jahlimdan qolib ketyapsan. San nima ishing bor faqat ketayotganimda? Ketyapman-da. Qolsanmi og'ayni? Orqa orotdan har xil yomon gaplar eshityapman og'ayni. Oila muqaddas. Sabr qil og'ayni. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Sen ham menga endi ustozlik qil, otalik qil, o'git. Hamma yoq gapiraverlar. Bu yoqda oyim, bu yoqda sen. Men Qo'ylaring. seni og'ayningman. Do'st achitib gapiradi, dushman kuydirib gapiradi. Bo'pti. Bo'ldi, gapirma. Bo'pti, sog' bo'l. Buvijon, adamlar oyim bilan urushib chiqib ketishdi-ku. Endi nima bo'ladi hayotimiz? Haliziga tushib ketadi. Siqilma bolam. Siqilma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Dodang bor, men bor. Biz qarab o'tirmaymiz. Mana. Voy. Ha, tinchlikmi bola? Nima bu er-xotin urushib anamizni boladan ovoz? Begunoh bola nima bu? Gunoh qildimi bir ish? Tinchlikmi? Ketamiz biz, oyi. Qayerga ketasiz? Men ketadigan kelinim yo'q. O'tiras. Mana hammasi yaxshi bo'ladi. Niyat yaxshi qilish kerak. Otasini ham yo'lga solamiz. Oyisi ham baxtli bo'ladi. Navarlarim ham bag'rimda katta bo'ladi, xudo xolasa. Hopmi? O'zim o'rgilib keting. Oling bolangiz. Boring xonangizga. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Men borman, dodangiz borlar. Mani ko'chada qolgan navarlarim yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, tuzimisiz? Kim bo'lasiz? Men Tohirjon opachalari bo'laman. Keling, Yaxshimisiz? Yaxshi Xudoga shukr, tuzimisiz o'zingiz Shunday qiz ekansiz. Shu desiz, ukamni xotini bor bilasiz-a? Jiyanlarim bor. Ukam umuman uyga kelmayapti. Umuman oilasiga ham qaramayapti. Anta adam, onam o'sha kuydirdi ukam. Oilasini ham, lekin uyga pul yo'q. Ayog'i, mana ochgan pullarni qayerga olib boryaptilar unda? Oyilarini mazalari yo'q ekan, ayollarini mazalari yo'q deganlar. Qanaqadir katta operatsiya bo'ladi, o'shanga pul kerak deganlar. Men yig'gan, tergan, anaqa ishlagan oilalarning pullarini berganman ularga. Operatsiyalar o'tdilarmi? Operatsiya bo'ldilarmi? Shunda katta operatsiyaga deb katta pul olganlar mendan. Qanaqa operatsiya? Men tushunmadim. Hech qanaqa operatsiya. Oyjon ham soppa-sog'lar, adajon ham soppa-sog'lar, bolalari ham yaxshi, jiyanlarim soppa-sog'. Xotini ham bep-binoda. Xafa bo'lmang-ku. Shunda kelishgan ayol ekansiz, yoshgina ekansiz. Shunda opajon, ayollari sog'lom, hech qanaqa kasal emaslar, shunaqami? Oilasi bus-butun, amanga ular umuman boshqa narsa deganlar, ayollari yurolmaydi, qanaqadir kasal deganlar. Juda ham katta pul kerak bo'ladi, chet elga olib borib davolatishim kerak deganlar. Halollik birinchi o'rinda turadi bilasiz. Siz ham adashibsiz, seni iloji boricha sizga maslahatim o'zingiz baxtingiz toping. Men bekordan bekorga kelmadim. Akam uyga kelmayotganligi uchun shuncha keldim oldingizga. Mana shuncha pullarim, shunchalik aldaganmilar? Kuzim, yaxshimisan? Keldingizmi? Kiring. Nimaga? Kiring. Gaplashib olamiz. Tinchlikmi? Sizdan so'raymiz. Kiring. Ha, xotinjon, nimaga? Qanaqa xotin? Bugun opachangiz keldilar. Mana opacham yo'q. Hammasini aytib berdilar menga. Nimani aytdilar? Hech qanaqa oyingiz ham kasal emas ekanlar, operatsiya ham bo'lmagan ekanlar. Ayolingiz ham sog'lom ekanlar, bit-binoyda oilangiz bor ekanlar. Yo'q, man. Sen bergan pullarni hammasini uyga olib borganman. Xotinimga, oyimga, bolalarimga kasal bo'lganini davolashga berdim. Yolg'on gapirmayapman, ishon. Menga qara, turbotdan va kelmagan uyimga. Hech kiyimingni, men olib bergan kiyimlar, meni pullarimni olib kelib joyiga qo'yib qo'ygan. Voy ber. Surbotdan, ket, yo'qol. Alfons.
Xotin. Oyi. Qizim. Eshikni ochinglar. Men xatoyimni tushunib yetdim. Ona. Qizim, ocha qol. Xotin. Meni kechiringlar, men xato qilib qo'ydim. Meni kechiringlar. Qilgan aybim uchun meni kechiringlar. Qiynalmayapsanmi? Ya o'rtoq. O'rtoq, halollikka nima yetsin, ha? Nima bo'lsa ham haloldi. Gapirma do'stim. Baribir halollikka. Bo'ldimi? Hozir. Qizim, adajoning sog'indi-ya. Rosa o'rinlar bilinyapti. Hamma mana tashvish o'zimizga qolib ketdi, mayli. Ey Xormi, assalomu alaykum. Temurjon, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Temurjon, xo'jayinim bor, ko'rmadingizmi? Xotir olmang, xo'jayingiz halol mehnat qilyapti, ishlari yaxshi. Oyi, adamlarmi? Yo'q, ada Oyi, emas. siz ishonmayapsiz. Adamlar, oyi. Ada emas. Oyi, adamlar. Qarang yaxshilab, oyi, adamlar. Oyi, Tohir qarang. aka? Tohir aka? Tohir aka? Ada? Adasi? Adajon. Ada emaslar. Oyi, adamlar. Ayo, o'xshatdik bolam, yur. Siqilma, rosa sog'inibsan ha bolam. Alo, Tohir og'ayni, tuzumsan, yaxshimisan? Ha, do'stim. Kelasan bir aylan ishlarimiz ko'rib. Ha, boraman. Kelasanmi? 5 minut. Bo'ldi, kelaver. Hop, do'stim. Jamoa jam. Do'stim. Yaxshi, charchab. Charchamaysan? Bo'ladi. Tovarlar keldi xo'jayin, taxlab qo'ydik. O, yangi tovarlar-ku. Senga bitta taklif. Mana shu biznes bor-ku, yanada rivojlantirib katta bir biznes qilamiz. Çok iyi, inşallah. Endi do'stim, bitta saat ish bor. Hop. Mana pulni olganda uyga borib bir kelinlarni, onaxonni ko'rib kelmasak bo'lmaydi. Halicha shuncha ko'tarilganimiz yetadi. Faqat bizga onaning duosi yetishmayapti xolos. Sizlarga qoyil qoldim, do'stlaringizga ko'z tegmasin, xo'jayin. Men haqiqiy do'stimsan bu. Qiyomatli do'stimsan. Sen o'shaning uchun yaxshi ko'raman. Do'stim, boringga shukr. Hech qaysi inson bor, men oilamni o'ylamagan. Sen haqiqiy do'stimsan. Har doim seni yaxshi ko'raman. Boringga shukr. Ketdikmi? Ketdik. Yur. Ketdik. Sizdan, do'stim. Kendi. O kendi. Voy, assalomu alaykum. Kelinglar. Do'stimni olib keldim. Kelinglar. Oyi. Adam kelibdilar. Adajon. Adam kelibdilar, oyi. Mo'jim. Adajonimiz keldilar. Bor, buving chaqir. Buvijon. Adajonimiz keldilar. Kelibdilar, buvijon. Va rahmat. Kelinglar. Adam kelibdilar. Oyi, o'g'lingiz keldilar. O'rtoqlari bilan mana. Kelinglar uyga, kelinglar.
Ona, Ha bolam? ishoning, men ancha qiyinchiliklardan o'tdim. Ko'p narsani tushundim. Kech tushundim, lekin tushundim ona. Hamma gap halollikda ekan. Albatta. Sizga sovg'am bor. Mana bu hovlini kaliti. Mana bu yengil mashinani kaliti. Alloh xayr bersin. Mamnunman. Xotiningizga beraman. Bizda hamma narsa bor, dodingiz bilanmanda. Sizlar tinch, aql yashasanglar bo'ldi. Mana kelajonim. Rahmat. Bu ham sizga, bu ham sizga. O'zim o'rgilib ketdik. Qo'shganinglar bilan qo'sha qaranglar. O'zim o'rgilib ketdik. Bolalarimdan. Mana ko'rdingmi, ading qaytdi. Hamma tinchlik. Voy, qandoq baxtlisizlar. Ko'z tegmasin, o'zim o'rgilib ketdi. Yana sizlarga sovg'amiz bor. Umra safariga. O'zim o'rgilib ketdi. Ilohi amin bolalarim.